Xohlasalaring soskada, xohlasalaring sigir tagiga qo'shaverasizlar. Kimga qaysi variant to'g'ri kelsa, o'shani qilaveradi. Oyoq ko'taryapti, lekin ziyoni yo'q, boshqasi yo'q. Mazza qilmoqya, soskani ham yemaveradi, farqi yo'q. Assalomu alaykum, hurmatli Oson bozor YouTube kanali kuzatuvchilari, chorva mol qo'y ishqibozlar. Bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan qadrdon aka-uka, opa-singillar. Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Teshli shaharchasida o'zimizda xonadonimizda sotiladigan bir dona suti hamda novvoscha 1 oylik bo'lib qolgan va gumon 3-qoringa gumon Chexiya davlatidan kelgan привозной sigirimiz bor. 3-qoringa gumoni bor. Shuni chiroyli qilib video obzor qilib sizlarga tanishtiramiz. Ko'rasizlar, yoqsa like tugmasini bosib, podeshka qilib qo'llab-quvvatlab turasizlar, ha. Mana shuni tirsilatib bosib qo'yinglar. Takit bosinglar, bizga motivatsiya bo'ladi, bir videolarimiz rekka chiqadi, chiroyli talqinda kengayadi. Xudo xolasa, yaxshi narsalardan olib kelib turibmiz, qo'ldan kelgancha harakatimizni qilyapmiz. Bizni qo'llab-quvvatlab turgan aka-uka, opa-singillarimiz xonadonida bundan zo'rlaridan 10 tadan, 5 tadan boqish nasib qilsin. Faqat havas bilan chiroyli qilib like'lar bosib, kommentariyalar yozib qo'yasizlar. Narxlarini ham xudo xolasa yo'lda qilamiz. Sigirimiz turgizaylik. Turing endi, oy podshohim. Gigant sigir. Buni tarozga olib chiqib ko'rdik. Trivesa 826 kilo keldi. Endi 820 kiloga beraveramiz. Chexiya davlatidan kelgan mana birkalari. Kichkina sigir bas. 3-qoringa gumon, ichida novvos yurgan. Uzi qilib ko'rmadik, tekshirtirilgan yo'q aka-ukalar. Ammo kichkina mol bas. Vesi ham shunaqa 800 kilodan tepasida mol. Mana orqalarini ko'ringlar. O'ta shikar, o'ta chiroyli. Mana o'zimizda fermadan bir dona simental buqacha bor edi. Ustimda. Mana shuni olib kelib qo'shib qo'ydik. Xudo xolasa emizib turibdi shuni. Suti to'g'risi jicha fermadan kelgandan beri qo'qiyapti. Sog'aman desam jicha qo'lda sog'ilmaganiga qo'qib sut beryapti. Ferma 15 taga bergandi, menda hozircha o'sha Siloskepeda 7 ta 8 ta beryapti. Men sekin joyiga moslashadi, chunki bular o'sha Yevropa davlatidan kelgandan keyin ash fermada 2-3 ta ayollar sog'adi, o'shalarni ko'rgan. Erkak kishini ko'rmagan, yo'qsa odamlarni xo'jalikda boqilgan mol bas fermada odamdan juda hurkib qo'qiya. Sekin moslashtirib boqib olsa bo'laveradi. Birorta fermer aka-ukalarimiz bo'lsa tavsiya qilaveramiz. Ichida novvos yurgani aniq. O'zingizda ham tekshirtirib olsalaring bo'laveradi. Narxini o'shanga qarab kelishamiz. Shu holatiga bo'yi 1.55 keladi, vesi 826 kilo keldi, 820 kiloga berilaveradi. Bo'yi 1.50, narxi 50 million. Xo'p, novoschamiz 1 oylik bo'ldi. Bir oylik buqachamiz. Tepalari mana. Orqalari cho'tki. Bir oylik xohlasalaring soskada, xohlasalaring hop sigir tagiga qo'shsalaring ham bo'laveradi. Ikki holatda ham bo'laveradi. Soskani ham yemadi, sigirni ham yemaveradi o'rganga. Tayyor
o'lim holatdan o'tgan, hamma joyi chotki, bir aybi nuqsoni yo'q, xudo xolasa mol zo'r. Chiroyli narsa. Sifati hamma joyi joyida. Yoshi 1 oylik bo'ldi. Fermadan olib chiqdik. Ko'ringlar. Oyoq polvoni. Xudo xolasa cho'tki narsa. Tepalari. Do'mboqqina. 1 oylik novoscha. Novoschaga 18,5 million so'rayapmiz, kamini qilib beramiz. Kam ketiga bu. Ikkoviga mana jup qilib qo'shib olaman. Buni tayyorda boqib yuraveraman deganga 68,5 millionga, 68 millionga kelishtirib beramiz. Kami bor. Xayri bo'lar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida. Video yoqqan bo'lsa, laykni bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar aka-ukalar. Video davomida xato va kamchiliklar yo'l qo'ygan bo'lsa, uzr so'raymiz. Oma sigir katta narsa aka-ukalar. Bunaqali beta tug'ilgan mollardan bas. Pirvazmi Chexyaniki. O'shanga qarab hisoblayni qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshilikda yaxshi kunda ko'rishni nasib qilsin.